Tovoqsoy sharsharasigacha necha soatda yugurib borib keladi deb o'ylaysizlar? Kuzatib turinglar, biz boshladik. Let's go. Let's go. 20 minut bo'ldi yurish boshlaganimizga. 2,5 kilometr bo'ldi. Let's go. Manzaraga baho berasizlar. Birinchi sharsharga yetib keldik, jigarlar. Let's go. Yetti yarim kilometr, o'rtacha temp 9,5, 1 soat 15 daqiqa. Tovoqsoydagi ikinchi sharsharga yetib keldik. 8,5 kilometr, 1,5 soat, o'rtacha temp 9. Va biz Tovoqsoydagi eng katta sharsharga yetib keldik. Oqbuloq ovuli jigarlar. Tovoqsoyga bo'lgan trail runningni yakunladik. Tafsilotlarni ko'rishingiz mumkin. Sayohatimiz bomba bo'ldi. Yaratgan yakshanba kuni ham bizlar bilan Tovoqsoyga sayohat qilish xohlasalaring, direktdan murojaat qiling yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.